Hey o'rtoq do'stlar, salomlar. O'shandan joyda videomizdan ko'rish turganda bahorda xursandman do'stlar. Bugungi videomizda do'stlar bizning qishlog'imizda katta yangiliklar bo'ldi. Mana orqamdan ko'rib turibsizlar. Mana do'stlar orqamda yangi maktab va do'stlar bugungi videomizda yangi narsalar qurildi va do'stlar men ot sotib olmoqchiman. Men narigi qishloqda ot ferma qurilibdi. Shu yoqqa borib kelamiz do'stlar va videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib do'stlar. 17 ming bo'lishimizga ozgina qoldi do'stlar. Iltimos 17 mingta bo'laylik. Juda aktiv tushib ketdi. O'zi 22 mingta bo'lgandek. Nimaga bunday bo'ldi bilmadimki. Lekin like bosib podpisasiz bo'lib qoldi do'stlar. Iltimos keyingi videolarimga motivatsiya bo'ladi va men tez video olishga harakat qilaman do'stlar. Agar men aytganimdek meni qo'llab-quvvatlab tursangiz do'stlar, bizda albatta PUBG Mobile o'ynaymiz do'stlar. Men PUBG Mobile ham o'ynayman va meni druziyamni qabul qilaman va 5 ming so'm evaziga birga bir lobby ham o'ynayman do'stlar va keyingi videolarimga aytganimdek motivatsiya bo'ladi do'stlar. Bo'lmasa videoga ketdi. Так, do'stlar, aytganimdek videoni boshladik. Qachiter nima qilyapsam bo'ldi. Golim. Saypal qilib bor billa. Men uzr do'stlar, so'kinib bordim. Men hamma golimga yopishib olgan. Hammasini qoqishtiramiz do'stlar, hammasini qoqishtiramiz. Nima qilay? Kekan, ma. O'lib ketinglar, o'lib ket. Qach jitini o'lib. Bekar shitani urdim mana do'stlar, bunday qilyapti bular. Ey, golem, vashiyasab buzyapsan, borib kelsangizlarchi. 3 ta bo'lib turib, bitta o'yinchiga qarshi chiqishga uyalmaysizlarmi o'zi? Menga 10 keladigan bir golem bo'lsangizlar, bittasini o'ldiray. Hech bo'lmasa, bu ham o'ldi, anash qoldi. Shu yaramas ekan, mana shu pakana boshlandi o'zi. Yetili qol. Tak do'stlar, men yo'lga kirib o'tishimiz kerak. Bilmayman nimaga qilay. Nima merga soliq topshirishimiz kerak va hozir men ferma qilib yuboraman. Hop. Billa. Golemlarni o'ldirib yubordik. Hech nima qilmaydi, jitillarni o'zi qilib yuboradi. To'sqinlarda men forizm bor. Uzr, tomog'im qisyapti juda. Do'stlar, qishlog'imizni ko'rmagansizlar va men yangi kanal ochgandim. Bu kanal vashye 0 ta bo'lib ketdi. Bitta bo'ldi, hali bitta obunachi bo'ldi. Mana shu nimada описаниеda qoldiraman silkasini. Shu yoqqa o'tib iltimos podpisasi bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi kanalni yangi ochdim. Unda bu qishloq haqida qisqacha o'zlar bor. Ko'rib olasizlar. Yigitlar kelibdi. Parasizlar. Sabzi yeb ketgan. Sen aytdingmi? Nimaga ketsam? Bug'da ekanmi? Yo'q. Tak, lampani yoqamiz. Sevdi ham turishadi. Buni olam. Yo'q. Nima bo'lib ketdi? Tak. Hozir menga topshirib kelishimiz kerak bo'ladi. Bizlarga mer oylik beradi, biz topshirsak, shuning uchun ham men topshiraveraman. Mer, bratishka. Nima bu? Tushunmadim. Mer. Voy, oyog'im bosib oldim qonga. Haqiqiymi bu? To'sa mer qa. Bu yoqdagi stolda qani? Voy, o'tiradigan joylar bor edi, yo'q. Hammasini buzib ketishibdi. Ana shu yerda qilgan ekanlar. Jitalarim ko'rib qolmasin-ku. Nima? Xat? Jitlar ko'rmasindan qolishimiz kerak. Nima desangiz, jitlarni bosh umuman ishlamaydi do'stlar. Meni boya boshlarim-ku, sen o'ldirgansan, sen o'ldirib bilasan, sen o'yinchisan, qishlog'imizda bitta o'yinchi sen borsan deb. Jitlarga ishonch yo'q aytganimdek, jitlar har nima qilaveradi bular. Bilmayman nimaga ko'ra. O'zim qishlog'im nima? Qo'lingdan kirsa meni kelib olib ket. Maktabning yonida, tog' tagida. Tushunmadim. Bu nima degani endi telefonda olib qo'ray.
va tushunmadim. Boraylikchi. Meni qutqarmasam bo'lmaydi. Menimcha meni o'ldirishmagan do'stlar, o'ldirishgan bo'lganda bunday qoldirmasdi. Menimcha urganlar va meni shu payti qon oqqan. Mana boyni uyib oldi. Tak, maktabga yuradigan yo'l bo'lmaydi. Tak, nima degan? Maktabning yoni tog'ning tagi. Tak, maktabning bu yoqda tog' bor, boshqa qayerda tog' bo'lishi mumkin yana? Ana nima bor, ana nima do'stlar? Daraxtmi? Izmirga o'xshab ko'rinyapti. Tog'. Yoni tog'. Bu prosta bittagina tog' bor. Bu yoqda u tog' emas, bu prosta tepalik. Tushunmadim. Do'stlar, nima bor? Asta boraylikchi. Yaramaslar. Topdim do'stlar. Topdim. Yana. İş yok mu yok be? Ben bunu gerçek bulacağım. İşte. Bu sefer tuttu. Asta. Dur. Ay gördü dostu gördü. Görürsün ha. Göremezler mi önüme öldürürler. Yok oldu işte. Kendin mi? Sen gidip dur kendim. Nima xohlaysan mendan? Men turingsiz. Birdan nima xohlaysizlar? Menga pul berasan yoki o'ldiramiz. Qanaqa o'ldirasan? O'ldirib bilmaysan-ku, nima seni qo'lingdan kelmaydi bu qanaqa ishlar. Biz bitta jital bo'lsang, qoshingga olaymi? Kelning oyog'im. Sen nima qilyapsan? Men yaxshimisan? Yaxshi. Rahmat senga. Bo'pmaydi. Buni bunday qilib, shunday say. Ana do'stlar, zo'r bo'ldi, cho'tka bo'ldi. Bu rechak nima yo'lni desangiz, ochib qo'yamiz. Berib ketdik. Yana narsalar bormi? Oltin. Mer qutqargancha oltin bermaysan. Men o'zim narsani olib ketishdi-yu, mayli beraman. Qancha berasiz? 30 ta. 29 ta bor ekan. Bittasiga 5 ta sehrli olma bo'laman. Rahmat. Men o'zingiz borasiz. Ana olib borish var. Bunimi? Mersiga aytgan, mana shu yerda qoldiravering, sizga saklatsiya bo'ladi deb ketaverasiz. Bo'pti, men o'zingiz borasiz. Men ketdim. Xo'sh, o'zingiz bilasizmi? Men o'zim boraveradi. Do'stlar. Do'stlar, boyvachchaman. Va birinchi men kreditim to'lashim kerak. Kredit to'lashim kerak. Kredit. Aytdim, yangi ochgan kanalimni ko'ringlar, shu yerda kredit olganman. Shu videoni ko'rib oling. Ko'rmasanglar bo'lmaydi do'stlar. Qoch keling yo'q. Assalomu alaykum. Salom, qaysichilar? Kredit bilan tanchik. Men keldim. Tak, uni qo'yib olaman. What the fuck? Bu oltin turmaydi. Bo'ldi. Qo'yib ketaman choqqa. 20 ta qo'yib ketishim kerakmi? 20 ta qo'yib ketishim kerak menimcha. 20 ta, men sizdan $2,500 25 ta oltin olgandim. Hop, ketavermayman. Hop. Do'stlar, meni YouTube kanalimni Jalol deb qo'yganman, bilasizlar, va bu yoqdagi chetlar meni Dragon deb chaqiradi. Chunki men avvallar ismimni Dragon deb qo'ygandim. Shundan beri o'rganib qolishgan. Ivonni yoqib qo'yishimiz kerak. Bu yerda kafe bor do'stlar. Do'stlar, hozir uyga kelib turib, nima olmoqchi edim men? Go'sht olib kelishimiz kerak va siz qishloqni uxlaganda tong bo'ldi do'stlar.
Terse gazı abza kurup bitaman. Mayda pul yo'q menda. $100 bor ekan do'stlar. Mana u temir bittasi bo'lsa, 10 ta olamiz. 10 ta yetadi. Daha hech kim telefon olmayaptimi? Do'stlar, men iPhone olmoqchiman. iPhone. Telefon do'koniga borib iPhone so'raymiz. $200 ga iPhone XS Max ko'rgandim. Shu qolgan bo'lsa $200 ga XS Max. Cho'tkalikni sostanasi o'rtacha edi. Go'sht do'koni bor, yangi go'sht do'koni ochildi deb yozdi. Tak. Trampratiskimiz. Qalaysizlar? Go'sht bormi? Go'sht bor. Qalaysan, Dragon? Yaxshi. Mol go'sht qanchadan? Mol go'shti bittasi 10 ming so'mdan. Bittasi 10 ming so'mdan, bittasi 100 gramm bo'ladimi? No, qaranglar, mana hozir qaranglar, turibdilar. Mana uni 5 tasi 10 ming so'm bo'ladi, 2 minglikni. Menga 10 ta qo'yaman. Va qaranglar, bitta mol go'shti, bitta qo'y go'shti va bitta tovuq go'shti olaman, xo'pmi? Xo'p, ketaman. Mayli. 20 ming so'mga shuncha go'sht oldim. Hammasidan 100 gramm. Mana bu 100 gramm emas. Mana uxlatib oldim, kechirildi. Ahamiyat ham berishmadi. Menga shuni ish berishgan. Do'stim, menda pul bor. Hozir aytganimdek, telefon olamiz. Bu telefonni topshiramiz, sotib olaman. Yo, ustiga qo'yib turib S24, S23 olib olamanmi? Ko'ramiz do'stlar. Hamma pulni olaman va telefonni sotaman. Bir normalniroq Samsung S24 Ultra'mi yoki iPhone XS Max emasmi? Yoqmaydi menga, u bo'lmaydi. Eski do'st. Endi obzor keyingi videoga qoldi do'stlar, keyingi videoda mana shu qanday obzor qilib beraman. Dojitib qarasam, qaraysan Dragon? Yaxshi. iPhone edi qanchadan? $1600. 1600 Pro'chi 1400. What the fuck? Mo'kar. 5 bo'lmaydi. Xiaomi 1700. What the fuck? S23 qancha? Umi $800. $800mi? Shuni olaman, xo'pmi? Hop. What the fuck? Qochib tur, jitir chiqib ketsa xabar olaman, qara. Chiqib ketsang burningni maymun boshqa qilib qo'yaman. Voy. Kallangga yo. 800 ko'p ketaman. O'zing bilasan, sanay. Men 800 oldim, men loq qildim bu. $600. Bo'lsa chiqib ketdi. Bo'ldi, $5 yetadi unga. Balla. Do'stim, ketdik. Bo'ldi. Sotdim. U $15 ham $200, $300 olganman. Bu yerda qimmat. $300. $500 qo'yib ketdim. Bo'ldi. Samsung S23 Ultra bor. Endi PUBG o'ynaymiz, 90 FPS mi? Qancha FPS bo'ladi? Minecraftda PUBG o'ynayman. Logoga ko'rapsam, IQ 1000 do'stlar. Ko'rapsam IQ 1000. Menda meni kallamdagi IQni hech kim topa olmaydi bu dunyoda. Tak do'stlar, hammaga xayr do'stlar. Sizlar meni Jalol Gaming bo'ldim. Keyingi ko'rishguncha xayr. Aytganimdek kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying do'stlar. Iltimos like bosing, obuna bo'ling, podpisatsiya bo'ling. Agar siz like bosib obuna bo'lsangizlar, men yangi serial boshlayman do'stlar. Keyingi video obzor bo'lmaydi. Hazırlashdim. Keyingi videoda men maktab seriali videosini boshlayman do'stlar. Aytganimdek, qishloqda maktab ham qurilgan. Mana mana do'konni ko'rsatmadim. Sizga serialni ko'rsataman do'stlar. Hammaga xayr. Kanalga obuna bo'ling, iltimos. Ana go'lim kim bo'ling yana. Xo'p. Hammaga xayr.